Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Уважаемый, men uchun juda ham qadrli bo'lgan xalqimiz. Yolg'on informatsiyalarga ishonmanglar. Yolg'on informatsiyalarga ishonmanglar. Kimdir operatsiyaga jo'natyapti ekan, kimdir 100 ming dollar pul podarka qilyapti ekan, kimdir bir narsa podarka qilyapti ekan, kimdir mashina podarka qilyapti ekan, kimdir trolleybus podarka qilyapti ekan, kimdir operatsiyaga pulini to'labdi. Unaqa informatsiyalarga ishonmanglar. Pul bergan sizlar, pul to'plagan xalqimizdan, pul tushgan xalqimizdan, hamma pul xalqimizdan. Единственный Munisopani eri 4 ming dollar, Munisopa 1000 dollar olib borib berdi. Вот единственный bilganlarim. Qolganlari hammasi xalqdan kelgan, hech kim bir so'm pul bergani yo'q. Men hammani oyoqqa turgizdirib, Niholopani oyoqqa turgizdirib, bu Turkiyadagi представительga chiqib, klinikalarga snimiklarini ko'rsatib, doktor topib, kvartira topib, biletlarni ko'rdinglar, qo'yib qo'ydim. Hamma yo'qda qilgan. Boshqa hech kim hech narsa qilgani yo'q. Hech kim hech narsa qilgani yo'q. Hech kim 100 ming dollar, hech kim tam operatsiyaga jo'natayotgani yo'q, hech kim. Biz xalqimiz pul to'plandi. Xalqimizdan to'plandi bu 200 million pul. 200 million pul xalqimizdan to'plandi. 200 million ham kecha ertalab gaplashganida 200 million tushdi dedi. Bugungacha undan ham ko'p tushganini bilaman. Точный summani bilmayman. Так что bu qiz hozir больницada, bilet kuyib ketdi. U yog'i nima bo'ladi? Menga qorong'u, hozir gaplashib ko'rib aytaman. O'zingiz bilan gaplashishni xohlayman xolos, o'zingiz bilan gaplashishni xohlayman xolos deb hozir uspokoyительный ukollar oling, uspokoyitsa qiling dedim. Meni gapimdan keyin hozir uspokoyительный ukollarni olyapti. Siz bilan to'g'ri gaplashishni xohlayman, hamma chiqib ketsin deyapti. Hammani chiqib ketsin dedim. Nima bo'lyapti tushunmayapman. Mana biletlar, bugun uchib kelishga bilet olingan, lekin o'sha samolyotga kech qolinyapti. Qaysi kuchlar влияние qilib beryapti bu qizga tushunmayapman. Shok terapiya. Ertalabgacha kutdim turishini, uy podarka qilish sizlarga deb aytish uchun ertalabgacha kutdim, yana uyquga to'ymasdan yana turdim. Bu nima bo'lyapti ekan, xayolimda shu nima bo'lyapti ekan, nima bo'ldi ekan. Shunaqa voqea.